Assalomu alaykum qizlarjon. Bugun biz yoshi katta erkaklar uchun namoz o'qishiga shalvar shim bilan ustida yaktagini bichib tikamiz. Bizda buyurtma qilishda namoz uchun kengroq bo'lsin deyishdi mijozimiz. Bu razmerimiz hozir 60-razmer bo'lyapti. Yelkamizga tushdik pastga. Umumiy yelkamiz 52 bo'ldi. 30 santimetr proymaga tushibmiz. O'yindiqlari 8-10 ga bo'ldi. Mana kengligimiz 62, unga plus 6 qo'shib oldik. Razmerdan kelib chiqib mijozni talabi bilan bajarishingiz mumkin buni. Bu mijoz bilan tikuvchini o'rtasidagi suhbatdan keyin xulosalaringiz bilan bajaradigan xususiyatlari bu. Qancha suhbatingiz yaxshi o'tsa, buni razmerda kengroq, torroq bichishingizni xulosalaringiz tezroq ochiqlanadi. Bu yumshoq hibi material bo'ldi, ozgina cho'ziladigan. Yoz uchun mayin uyga kiyganimda erkin o'tiray deb talab qo'yishdi. Buni bichishimizda shuni hisobini olib zapas qo'shib boryapmiz. Shuning uchun eng katta razmer qo'shish haqqi oldi uchun 6, orqasiga 8 qo'shiladi umumiyda. Yelkamizni mana 1 santimetr yuqoriga orqasi uchun qo'shib oldik. Mana orqa kaketka yo'q bu, xuddi deyarli futbolkadek. Umumiy shalvar yaktaligi uchun mana shunday bichiladi. Proymamiz orqasi oldidan mana 1 santidan farq qiladi. 12 santimetrga tugma joyi, bir dona tugma tushsin deyishdi bizga. 2 santimetr eni bo'ldi, kesimdagi eni. Mana proymamizni olyapmiz endi. Proymamiz 50 ekan. Unga zapasini qo'shib olamiz. Mana yengimiz uzunligi 66 ekan. Choklari buklov haqqiga 4 sant qo'shdik. Proymamiz 50 santimetr bo'ldi. Plus 2 santimetr qo'shib oldik unga. Mana matoyimiz mayinligi uchun yengini tomini olyapmiz 22 santimetr. Bundan katta chuqurlashib ketadi, bo'lmaydi. Mana shu holatda yetadi. Umumiy kengligini 2 ga bo'lib oldik. Teng o'rtasidan markazini topamiz. Markazidan topganimizdan keyin uni yeng tomlarini chizib boramiz. Yeng tomini qizlar doimiy ko'nikmangiz bor, uni 4 ga bo'lib mana qo'limizni kengligini qo'yapmiz 32 santimetr. Uni 2 ga bo'lamiz. Bu juda ham yaxshi razmer chiqadi mana shuning uchun. Yengni tomini 4 taqsimga pitichkalab olganingizdan keyin oldi qo'ltiqda 2 santi ichkariga chuqurlatamiz. Yuqori qismi 1 santimetrdan, orqa qismida yarim santidan pasatga qiladi. Shunda oldi orqasi bor, o'ng chapi bor bo'lgan yengimiz chiqadi. Mana yengini tomlarini bir-biridan farqi bilan kesib olyapmiz. Qizlarjon, bunaqa narsalarni razmerlari bizda sotuvda bor. Bizga telefon qilsangiz bo'ladi. Har xil razmerlar uchun razmer chiqarib berishimiz mumkin. 1 oylik, 2 oylik jonli kurslarimiz bor. Ular doimiy bo'lyapti. Biz bilan qo'shilib qatnashishingiz mumkin. Jonli kunlik razmer olib, mijoz bilan suhbatlarigacha bo'ladi bu videolarimiz ichida. Mana endi shalvarini kesyapmiz. Bo'ksamiz 120 ekan. Shalvarimizni oldini bichayotganimizda bo'ksani taqsimlaymiz. 120 ni yarmi 60-razmer bo'ladi. Uni yarmi 30 santi bo'ladi. 30 santiga plus 1 qo'shib biz korobkasini tayyorlayapmiz. Mana ichkariga kirish haqqi 30 ga plus 1 qo'shdik, 31. Pastga tushishimizda 30 dan minus 1 olib tashladik, 29 bo'ladi. Mana shu razmerga korobka hosil bo'ladi. Mana og'imiz bo'lsa, razmerda 10 ga bo'lingani og'i bo'ladi. 6 santimetr og'i chiqdi bunda. Shimga o'tilgan boshqa darslarimiz ham bor. Eski videolarimiz ichida batafsil ko'rib olishingiz mumkin. Bu shalvar shim bo'ldi. Mana
Buni umumiy uzunliklarini qo'yyapmiz. Shimimizni razmeri 95 ekan, bo'yi 4 santimetr bukish haqqiga soldik. Tepada rezinka haqqi o'zi alohida turadi. U rezinkadagi haqqi u bo'yga kirmaydi. Shimlarda ham, shalvarda ham hech qachon u shimda bo'y uchun hisoblanmaydi poyez. Mana umumiy bo'yimiz chiqdi. 4 santimetr zapasimiz. 24 santimetr poychasi, 12 santimetrdan o'rta markazdan ikkala yoniga taqsimlab qo'yib berasizlar. Tizza ko'zi bo'lsa, undan 2 santi kengi bilan chiqadi. Shuning uchun poycha kenglikni aniq belgilab bo'lganingizdan keyin tizza ko'zini shalvarga beixtiyor o'zi chiqib beradi. 2-3 santimetr kengligi bilan razmerimizda. 4 ta shim bichganingizda ko'zingiz taqsimga moslashib qoladi. Biz amaliy darslarimiz bu yerda jonli shug'ullanganimiz uchun bu tikuxonamizda jonli kelib ham o'rganishingiz mumkin. Biz telefon raqamlarimizni ekran pastida alohida yozib qo'yamiz. Qiziqsangiz suhbatlashishingiz mumkin. Ham ayollar uchun, ham erkaklar uchun, ham bolalar uchun har kungi kiyim tikib boramiz. Mana endi orqasini taqsimlayapmiz. Orqasini taqsimlaganimizda endi razmerimizni belini bo'lamiz. 110 santimetr bizda shimimizni bel qismi bo'lgan. Uni yarmi 55, 55 yarmi 27 yarim. 27 yarimga plus 6 qo'shganimizda orqa og'imiz chiqadi. Mana shimimiz old qismidan 4 santimetr ichkariga kirib olamiz. Uni yuqoriga ko'tarish uchun 6 santimetr biz orqadagi erkak kishidagi bo'ksani hisobiga ko'tarib beryapmiz. Bu ham razmerdan keyin chiqib beradi. Razmer katta bo'lganida ko'tarilish haqlari ham o'sib boradi. Razmer kichirayganda torayib boradi. Shuning uchun har bitta razmerni amaliy ko'rib chiqishingiz kerak bo'ladi. Razmerga tushmaydigan nostandartlar uchun ham razmerlar chiqarishni biz darslarimizda ko'rsatib boramiz. Mana qizlarjon, shalvarligi uchun biz deyali bunga figura solmadik. Namozga kiyaman deyishdida mijozimiz. Uyda kiyib o'tirganimda bemalol erkin bo'lsin deyishdi. Shuning uchun suhbat ta'rifini kiyimga tashlab hissa qo'yib beramiz. Mana bu shimimizni beliga rezinka uchun buklovda 5 santidan tushib beradi. Mana 10 santimetr enini oldik. Poyez uzunligini zapasi bilan kesib oldim. Shuning uchun uzunligi raqamini yozmadim. Shimimiz yig'ayotganimizda uni tayyorlab bo'laman. Shuning uchun. Matoyimiz ham bemalolroq edi, o'lchamadim. Deyarli loyiq chiqib beradi-da bu. Shuning uchun. Buklovda 10 santiga tayyor bo'ladi. Enini buklovda 5 santi, enini 10 santiga kesib oldik biz. Endi shalvarimizni meshkavinasini, cho'ntak qopini kesib olamiz. Cho'ntak qopimiz ustav bo'yicha 32 santimetr uzunligi, eniga buklovda 16, 32 eni ham bo'ladi. Lekin bu shalvarimizni 1 santidan qo'shib oldim men. 32 bo'yini oldik. Bundan chuqurlik qiladi. Sonini rosa o'tirish qismiga tushib qoladi. Shuning uchun eng uzuni 32. 17 santimetr buklovda enini oldik. Shalvar bo'lmagan shimlarga shuni 16-15 santimetr olamiz. Razmerga qarab albatta. Mana shimimizni cho'ntak qopini tayyorlab oldik. Menimcha razmerlarni juda ham aniq tushuntirdim. Mana endi 12 santimetr balandlikdagi oldi shilovkani tayyorlayapmiz. Ko'ylagimizni oldida tugma uchun ochiladigan, kiyishga qulaylik berishi uchun qo'yilgan fasonimiz. Mana tikish jarayoni. Azizlarim,
hamma narsani har xil yo'l bilan tikishga olib borganingiz bilan xususiyat deyarli bir xil bo'ladi. Mana uchburchak kesimni tayyorlab, mana kesimchamizni tayyorlab olamiz. Mana zakripka berib tayyorlab oldik. Deyarli tayyor bo'ldi qizlarjon.